Assalomu alaykum. Hurmatli pensionerlar, ota-onalarimiz, opa-singillar va aka-ukalar. Bugun men pensiya jamg'armasidan pensionerlar uchun juda muhim tezkor xabar haqida gapiraman. Bu ma'lumotni e'tiborsiz qoldirmang. Chunki u pensiya oladigan har bir insonning puliga, hujjatlariga, bank kartasiga, nafaqa va to'lovlarining vaqtida tushishiga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Ayniqsa hozirgi paytda pensiya bilan bog'liq tartiblar, tekshiruvlar, bank orqali to'lovlar, elektron ma'lumotlar va hujjatlarni yangilash masalalari ko'pchilikni o'ylantiryapti. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntirib beraman. Avval qanday edi, hozir nimalarga e'tibor berish kerak? Kimlar xavotir olish kerak? Kimlar esa ortiqcha vahimaga tushmasligi kerak? Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng muhim amaliy maslahatlarni oxirgi qismda beraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar pensionerlar uchun vaqtida yetib borishi juda muhim. Men ko'p yillik tajribamdan shuni ko'ramanki, pensiya masalasida odamlarni eng ko'p bezovta qiladigan narsa bitta. Pulim vaqtida tushadimi yoki yo'qmi? Pensiyam to'xtab qolmaydimi? Qandaydir hujjat yetishmay qolmadimi? Bank kartam bilan muammo bo'lmaydimi? Bu savollar juda tabiiy. Chunki ko'p pensionerlar uchun pensiya asosiy daromad manbai hisoblanadi. Kimdir dori-darmon oladi. Kimdir kommunal to'lov qiladi, kimdir nevarasiga yordam beradi, kimdir oziq-ovqat xarajatini shu pulga rejalashtiradi. Avvallari ko'p jarayonlar qog'oz hujjatlar, mahalla tuman pensiya bo'limi, pochta yoki bank orqali qo'lda tekshirish asosida yuritilar edi. Pensioner biror o'zgarish bo'lsa, masalan yashash joyi o'zgarsa, pasport yangilansa, bank kartasi almashtirilsa yoki boshqa hududga ko'chib o'tsa, ko'pincha o'zi bo'lib xabar berishi kerak edi. Agar vaqtida xabar bermasa, to'lov kechikishi yoki vaqtincha to'xtashi mumkin edi. Hozir esa ko'p ma'lumotlar elektron bazalar orqali solishtiriladi. Pensiya jamg'armasi ma'lumotlari, bank ma'lumotlari, fuqarolik holati, ro'yxatdan o'tgan manzil, shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar va boshqa tizimlar o'zaro bog'lanib boryapti. Bu yaxshi tomoni shundaki, odamning ko'p hujjat ko'tarib yurishi kamayadi. Lekin ikkinchi tomoni ham bor. Agar bazada xato bo'lsa, pasport ma'lumoti yangilanmagan bo'lsa, bank kartasi yopilib qolgan bo'lsa yoki pensionerning ma'lumoti bir tizimda boshqacha, boshqa tizimda boshqacha ko'rinsa, pensiya to'lovi bilan bog'liq tushunmovchilik paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun bugungi tezkor xabar shundan iborat. Pensionerlar o'z ma'lumotlarini, bank kartalarini, yashash manzilini va pensiya hujjatlariga oid holatini befarq qoldirmasligi kerak. Men buni qo'rqitish uchun emas, ogohlantirish uchun aytyapman. Vaqtida tekshirgan odam bir kunlik ish bilan muammoning oldini oladi. Tekshirmagan odam esa keyin bir necha hafta idoraga yurishi mumkin. Eng avvalo pensiya oluvchilar shuni bilishi kerakki, pensiya to'lovi faqat belgilangan huquq asosida amalga oshiriladi. Ya'ni inson yoshga doir pensiya oladimi? Nogironlik pensiyasi oladimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladimi? Yoki boshqa turdagi ijtimoiy to'lov oladimi? Har bir to'lovning o'z sharti bor. Agar shu shartlarga ta'sir qiladigan o'zgarish bo'lsa, pensiya jamg'armasi bundan xabardor bo'lishi kerak. Masalan, birinchi holatni olaylik. Toshkent viloyatida yashaydigan 6 qiz yoshli otaxon har oy bank kartasiga 20.150.000 so'm pensiya oladi. Uning muddati tugagan eski pasporti o'rniga yangi ID karta berildi. Otaxon bank kartasidan foydalanishda davom etdi. Pensiya tushib turdi. Lekin bankdagi ma'lumot eski pasport raqami bilan qolgan, pensiya bazasida esa yangilanish kechikkan. Bir oy kelib bank xavfsizlik talabiga ko'ra kartadagi ayrim amaliyotlarni cheklashi mumkin. Natijada otaxon pul tushganini ko'radi. Lekin yetishda muammo bo'ladi. Bunday vaziyatda odam darrov pensiyamni to'xtatishdi deb o'ylaydi. Aslida muammo pensiyaning o'zida emas, shaxsiy ma'lumot yangilanmaganda bo'lishi mumkin. Ikkinchi misol. Samarqandda yashovchi onaxon pensiyasini pochta orqali uyiga olib kelishlariga o'rgangan. Keyin farzandlari bilan boshqa tumanga vaqtincha ko'chib ketdi. Ro'yxatdan o'tgan manzili o'sha eski joyda qoldi. Pochta xodimi eski manzilga keladi. Odam uyda yo'q. Bir necha marta topilmasa to'lov jarayonini aniqlashtirish boshlanadi. Onaxon esa boshqa joyda kutib o'tiradi. Bu yerda ham muammo pul yo'qligida emas, manzil va to'lov usuli aniq ko'rsatilmaganida. Uchinchi misol. Nogironlik pensiyasi olayotgan fuqaroning tibbiy ko'rikdan o'tish muddati bor. Agar nogironlik muddati cheklangan bo'lsa va qayta ko'rikdan o'tish kerak bo'lsa, belgilangan muddatni
o'tkazib yuborish pensiya to'loviga ta'sir qiladi. Masalan, fuqaro ikki guruh nogironlik bo'yicha har oy 20 million 200 ming so'm olmoqda. Tibbiy xulosa muddati iyun oyida tugaydi. U esa keyinroq boraman deb avgustgacha cho'zadi. Shu orada tizimda muddati tugagan deb ko'rinadi va to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Keyin hujjatlar tiklangach ayrim holatlarda qayta hisob-kitob qilinadi. Lekin odam 2 oy pul kutib qiynaladi. Demak, tibbiy ko'rik muddati bo'lganlar ayniqsa xushyor bo'lishi kerak. 4-misol. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oila farzandining o'qishi bilan bog'liq hujjatlarni vaqtida taqdim etishi kerak bo'lishi mumkin. Agar farzand bugundek yoshdan oshgan bo'lsa va kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, bu holat tasdiqlanishi kerak. Masalan, talaba kollej yoki universitetda o'qiyotganini tasdiqlovchi ma'lumotnoma kerak bo'lsa, u vaqtida topshirilmasa, to'lov bo'yicha savollar paydo bo'ladi. Ko'p oilalar o'qiyapti-ku, hamma biladi deb o'ylaydi. Lekin davlat to'lovi og'zaki gap bilan emas, rasmiy ma'lumot bilan yuritiladi. Endi kimlar ko'proq e'tiborli bo'lishi kerak? Men birinchi navbatda pasporti yoki ID kartasi yaqinda almashgan pensionerlarni aytaman. Ikkinchi navbatda bank kartasini almashtirgan, yangi karta ochgan yoki eski kartasi bloklangan pensionerlar e'tiborli bo'lishi kerak. Uchinchi navbatda manzili o'zgargan, boshqa tuman yoki viloyatga ko'chgan, farzandlari uyida yashab turgan, lekin ro'yxatdan o'tish holati aniq bo'lmagan odamlar bor. 4-navbatda nogironlik pensiyasi olayotgan va tibbiy qayta ko'rik muddati bor fuqarolar. 5-navbatda boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oilalar, ayniqsa farzandlarining yoshi. O'qish shakli va hujjatlari o'zgargan bo'lsa. Kimlar esa ortiqcha xavotir olmasligi kerak. Agar sizning pensiyangiz muntazam tushib turgan bo'lsa, shaxsiy hujjatingiz amalda bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, sizdan hech qanday qo'shimcha hujjat so'ralmagan bo'lsa, vahimaga tushishga hojat yo'q. Lekin baribir yiliga kamida bir marta o'z ma'lumotlaringizni tekshirib qo'yish foydadan xoli emas. Chunki xato paydo bo'lishini kutishdan ko'ra oldindan aniqlash ancha oson. Pensiya miqdori bo'yicha ham odamlar ko'p savol beradi. Masalan, qo'shnim mendan ko'proq olyapti, nega men kam olaman degan savol juda ko'p uchraydi. Men buni har doim alohida tushuntiraman. Pensiya miqdori, ish staji, ish haqi, pensiya turi, imtiyozli davrlar, qonunchilikdagi koeffitsiyentlar va qayta hisob-kitoblarga bog'liq. Bir mahallada yashaydigan iki pensionerning pensiyasi bir xil bo'lishi shart emas. Biri 35 yil ishlab yuqori ish haqi olgan bo'lishi mumkin, boshqasi 20 yil staj bilan pensiyaga chiqqan bo'lishi mumkin. Biri qo'shimcha ustama olish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Boshqasida bunday asos bo'lmasligi mumkin. Yana bir muhim masala, pensiya tushmagan kun darrov yakuniy qaror degani emas. Ba'zan bank tizimida texnik kechikish bo'ladi. Ba'zan bayram yoki dam olish kunlari sabab to'lov sanasi siljiydi. Ba'zan karta muddati tugagan bo'ladi. Masalan, karta muddati 2025 yil 17 oy deb yozilgan bo'lsa, ko'p odam uni iyul oxirigacha ishlaydi deb o'ylaydi. Amalda bank qoidalariga qarab karta muddati tugagach yangi karta olish kerak bo'ladi. Pensiya hisoblangan bo'lishi mumkin, lekin karta orqali yechish muammo tug'diradi. Shuning uchun har bir pensioner o'z kartasining amal qilish muddatini ko'rib qo'ysin. Endi men ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarni tushuntiraman. Birinchi nozik masala telefon orqali keladigan yolg'on xabarlar. Hozir ayrim firibgarlar o'zini bank xodimi, pensiya jamg'armasi vakili yoki ijtimoiy yordam bo'limidanman deb tanishtirib, pensionerlardan karta raqami, SMS kod, plastik karta muddati, PIN kod yoki shaxsiy ma'lumotlarni so'rashi mumkin. Men qat'iy aytaman, hech qachon SMS kodni aytmang. Hech qachon kartaning orqa tomonidagi raqamlarni bermang. Hech qachon telefon orqali kelgan notanish odamga pasport rasmini, karta rasmini, ilova kodini yubormang. Pensiya jamg'armasi yoki bank sizdan telefon orqali hozir SMS kodni ayting, bo'lmasa pensiyangiz to'xtaydi deb talab qilmaydi. Agar shunday qo'ng'iroq bo'lsa, bu juda katta xavf belgisi. Masalan, 72 yoshli onaxonga kimdir qo'ng'iroq qilib, pensiyangizga 300 ming so'm qo'shimcha pul tushiramiz, kartangizni tasdiqlash kerak deydi. Onaxon SMS kodni aytadi. Bir necha daqiqada kartadagi 20 million so'm yechib olinadi. Keyin bankka borsa, pulni qaytarish qiyin bo'ladi. Chunki kodni o'zi bergan bo'ladi. Shuning uchun pensionerlar va ularning farzandlari bu masalada juda xushyor bo'lish kerak.
Ikkinchi nozik masala. Ishonchnoma orqali pensiya olish. Ba'zi pensiyalar kasal bo'lgan, yurishga qiynalgani yoki boshqa sabab bilan pensiyasini farzandi, qarindoshi yoki ishonchli odam orqali oladi. Bu qonuniy tartibda rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Og'zaki o'g'lim olib keladi deyish har doim ham yetarli emas. Ishonchnoma muddati undagi vakolatlar va hujjatlarning to'g'ri rasmiylashtirilgani muhim. Agar ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, bank yoki pochta pul berishda rad qilishi mumkin. Shunda odam pensiyamni bermayapti deb o'ylaydi. Aslida esa vakolat hujjati yangilanishi kerak bo'ladi. Uchinchi nozik masala. Chet elga chiqish yoki uzoq muddat boshqa joyda bo'lish. Agar pensioner uzoq muddat chet elda yashayotgan bo'lsa yoki doimiy yashash joyi o'zgargan bo'lsa, bu pensiya to'lovi tartibiga ta'sir qilishi mumkin. Har bir holat alohida ko'riladi. Shuning uchun bunday vaziyatda oldindan tuman pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, qanday hujjat kerakligini aniqlab olish zarur. Aks holda keyin to'lov to'xtashi yoki qayta aniqlashtirish talab qilinishi mumkin. 4-masala vafot etgan pensioner nomiga tushgan pensiya. Bu juda nozik, lekin aytishim kerak bo'lgan mavzu. Agar pensioner vafot etsa, uning yaqinlari bu holatni yashirib, kartadan pul yechishda davom etsa, bu qonuniy muammo tug'dirishi mumkin. Chunki vafotdan keyingi to'lovlar alohida tartibda ko'rib chiqiladi. Ayrim to'lovlar oila a'zolariga rasmiy tartibda berilishi mumkin. Ayrimlari qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Shuning uchun yaqinlar to'g'ri yo'l tutishi, tegishli idoralarga xabar berishi va qonuniy tartibda murojaat qilishi kerak. 5-masala pensiyani qayta hisoblash. Ko'p odamlar mening stajim topildi. Eski ish joyimdan ma'lumot chiqdi. Endi pensiyam oshadimi deb so'raydi. Agar sizda ilgari hisobga olinmagan ish staji, arxiv ma'lumoti, ish haqi to'g'risidagi hujjat yoki imtiyozli davrni tasdiqlovchi dalil bo'lsa, qayta hisoblash masalasini ko'tarish mumkin. Lekin bu avtomatik ravishda har doim katta oshish bo'ladi degani emas. Hujjatlar tekshiriladi, davrlar qonun bo'yicha baholanadi, keyin hisob-kitob qilinadi. Ba'zan 10 ming so'm qo'shiladi, ba'zan 200 ming so'm qo'shiladi. Ba'zan esa hujjat pensiya miqdoriga ta'sir qilmasligi ham mumkin. Muhimi, buni taxmin bilan emas, rasmiy hisob-kitob bilan aniqlash kerak. 6-masala. Bir nechta to'lovni bir vaqtda olish. Ayrim fuqarolar pensiya, nafaqa, kompensatsiya, moddiy yordam yoki boshqa ijtimoiy to'lovlar masalasida chalkashib ketadi. Har bir to'lovning o'z manbasi va sharti bor. Masalan, yoshga do'yib pensiya olayotgan odam har qanday boshqa yordamni avtomatik oladi degani emas. Yoki nogironlik pensiyasi borligi barcha kommunal kompensatsiyalar o'z-o'zidan tushadi degani emas. Shuning uchun har bir to'lov bo'yicha alohida so'rash, asosini aniqlash kerak. 7-masala. Bank ilovasi va SMS xabarlar. Ko'p pensionerlar bank ilovasidan foydalanmaydi. Bu tushunarli. Lekin kamda SMS xabarnomani yo'qib qo'yish foydali. Chunki pul tushganini, yechilganini, karta orqali amaliyot bo'lganini darhol ko'rasiz. Agar o'zingiz telefon ishlatishga qiynalsangiz, ishonchli farzandingiz yoki yaqin qarindoshingiz bilan birga so'zlab qo'ying. Lekin bu yerda ham ehtiyot bo'ling, telefon raqami sizning nazoratingizda bo'lsin. Begona odamning raqamiga SMS ulangan bo'lsa, pulingiz bo'yicha ma'lumot ham o'sha odamga boradi. Endi eng muhim qismga o'taman. Pensioner hozir nima qilishi kerak? Men buni oddiy qadamlar bilan tushuntiraman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatingizni tekshiring. Pasport yoki ID kartangizning amal qilish muddati, familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana to'g'ri yozilganiga e'tibor bering. Agar hujjat yaqinda almashgan bo'lsa, bankdagi ma'lumot ham yangilanganmi, shuni tekshiring. Bankka borganingizda, mening yangi hujjatim bo'yicha ma'lumotlarim tizimda yangilanganmi deb so'rang. Bu savol oddiy, lekin ko'p muammoning oldini oladi. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Kartaning amal qilish muddati tugamaganmi? Karta bloklanmaganmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Pensiya tushadigan hisob aynan shu kartaga bog'langanmi? Bularni aniqlang. Agar kartangiz yo'qolgan bo'lsa yoki almashtirilgan bo'lsa, yangi karta ma'lumotlari pensiya to'lovi uchun to'g'ri ulanganiga ishonch hosil qiling. Faqat karta ochishning o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Ba'zan pensiya tushadigan hisobni aniqlashtirish kerak bo'ladi. 3-qadam. Yashash manzilingizni aniqlang. Agar siz avval bir tumanda yashab, hozir boshqa joyda turgan bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tish va pensiya to'lovi tartibi bo'yicha mahalla yoki tuman pensiya jamg'armasi bo'limidan maslahat oling. Ayniqsa pensiyani
pochta orqali olayotgan bo'lsangiz, manzil masalasi juda muhim. Pochta xodimi sizni topa olmasa, to'lov kechikishi mumkin. 4-qadam, agar nogironlik pensiyasi olayotgan bo'lsangiz, tibbiy ko'rik muddati tugashini kutib o'tirmang. Oldindan poliklinika yoki tegishli tibbiy muassasaga murojaat qiling. Qaysi hujjatlar kerakligini bilib oling. Muddati tugashiga bir hafta qolganda yugurishdan ko'ra, bir oy oldin tayyorgarlik ko'rgan yaxshi. Tibbiy hujjat, xulosa, yo'llanma, eski ma'lumotlar, davolanish tarixiga oid hujjatlar tartibli bo'lsin. 5-qadam, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'lsa, farzandlarning yoshi va o'qish holatini tekshiring. Agar farzand 15 yoshdan oshgan va kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, o'quv muassasasidan kerakli ma'lumotnomani vaqtida oling. O'qish shakli sirtqi, kechki yoki masofaviy bo'lsa, uning pensiya huquqiga ta'siri bor yo'qligini albatta aniqlashtiring. Chunki hamma ta'lim shakli bir xil baholanmasligi mumkin. 6-qadam, qo'shimcha staj yoki arxiv hujjatingiz bo'lsa, uni uyda saqlab qo'ymang, mutaxassisga ko'rsating. Eski mehnat daftarchasi, ish joyidan ma'lumotnoma, arxiv javobi, harbiy xizmat, bola parvarishi davri, zararli mehnat sharoiti bo'yicha dalillar pensiya hisobiga ta'sir qilishi mumkin. Lekin hujjatda muhr sana, tashkilot nomi, lavozim va davra aniq bo'lishi kerak. Agar hujjat noaniq bo'lsa, pensiya jamg'armasi qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. 7-qadam, pensiya jamg'armasiga murojaat qilganda savolingizni aniq yozing. Masalan, pensiyam kam deb umumiy aytish o'rniga, mening 1995 yildan 1992 yilgacha bo'lgan ish stajim hisobga olinganmi? Shuni tekshirib berishingizni so'rayman deb yozish ancha to'g'ri. Yoki uyli-oyda pensiyam kartaga tushmadi, bank hisobim va to'lov holatini tekshirib berishingizni so'rayman deb aniq yozing. Aniq murojaatga aniq javob olish osonroq bo'ladi. 8-qadam, hujjat topshirganingizda nusxa yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi ma'lumotni saqlang. Qaysi kuni murojaat qildingiz, kim qabul qildi, qanday hujjat berdingiz, ariza raqami bormi? Bular muhim. Keyin men berganim deyishdan ko'ra. Qo'lingizda tasdiq bo'lsa, masala tezroq hal bo'ladi. 9-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Men yana takrorlayman, chunki bu juda muhim. SMS kodini hech kimga aytmang. Karta PIN kodini hech kimga bermang. Pensiyangiz oshadi, kodni ayting. Kompensatsiya beramiz. Kartani rasmga olib yuboring. Ro'yxatdan o'tkazamiz. Telefoningizga kelgan raqamni ayting degan gaplarga ishonmang. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, telefonni qo'ying va rasmiy raqamlar orqali o'zingiz bog'laning. 10-qadam, farzandlar va yaqinlar pensionerlarga yordam bersin, lekin ularning o'rniga hamma narsani yashincha boshqarmasin. Pensionerning kartasi, telefoni, hujjati o'z nazoratida bo'lishi kerak. Yordam berish boshqa, pulni nazoratsiz boshqarish boshqa. Oilada ham bu masala ochiq va hurmat bilan hal qilinishi kerak. Men pensionerlarga yana bir amaliy tavsiya beraman. Alohida papka tayyorlab qo'ying. Bu papkada pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya hujjatlari, bank karta ma'lumotlari, mehnat daftarchasi nusxasi, tibbiy xulosa bo'lsa uning nusxasi, arxiv ma'lumotlari. Murojaatlar javobi saqlansin. Hamma narsa bir joyda bo'lsa, idoraga borganda asabiylashmaysiz, hujjat qidirmaysiz, ish tezroq bitadi. Yana bir muhim tavsiya, pensiya miqdorini tekshirayotganda faqat og'zaki gapga tayanmang. Agar siz pensiyangiz qayta hisoblanishi kerak deb o'ylasangiz, rasmiy murojaat qiling. Javobni yozma shaklida oling. Shunda sizga qaysi davr hisoblangan, qaysi davr hisoblanmagan, nima sababdan rad etilgan yoki nima asosda qo'shilganini tushuntirishlari kerak bo'ladi. Bu keyingi murojaatlar uchun ham asos bo'ladi. Agar pensiya tushmasa, birinchi kuni darrov vahimaga tushmang, lekin befarq ham bo'lmang. Avval bankdan hisob holatini tekshiring. Pul tushganmi yoki yo'qmi? Karta ishlayaptimi? Texnik cheklov bormi? Shuni biling. Keyin pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Agar pochta orqali olsangiz, pochta bo'limidan so'rang. Har bir joyda qachon tushadi deb umumiy so'rash o'rniga, mening to'lovim hisoblanganmi, qaysi sanada yuborilgan, nima sababdan ola olmayapman deb aniq so'rang. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi xabarning mohiyati shuki, pensionerlar pensiya to'lovlari, bank kartasi, shaxsiy hujjatlar, yashash manzili va tibbiy yoki o'quv ma'lumotlari bo'yicha juda e'tiborli bo'lish kerak. Hozir ko'p jarayonlar elektronlashyapti. Bu qulaylik beradi, lekin ma'lumotlarda xato bo'lsa, to'lov kechikishi yoki aniqlashtirish talab qilinishi mumkin. Vaqtida tekshirgan odam o'zini ortiqcha tashvishdan himoya qiladi.
men sizga mutaxassis sifatida maslahat beraman. Hujjatlaringizni tartibga keltiring. Bank kartangizni tekshiring. SMS kodlarni hech kimga bermang. Shubhali qo'ng'iroqlarga ishonmang. Zarur bo'lsa pensiya jamg'armasiga rasmiy murojaat qiling. Agar sizda pasport almashgan, karta yangilangan, manzil o'zgargan, tibbiy ko'rik muddati yaqinlashgan yoki o'qish ma'lumotnomasi kerak bo'lgan holat bo'lsa, bugunoq harakatni boshlang. Sizningcha pensionerlar uchun eng katta muammo nima? Pensiya miqdorimi? To'lov kechikishimi? Bank kartalarimi yoki hujjatbozlikmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensiya oladigan yaqinlaringizga ham yetkazing. Chunki bitta vaqtida aytilgan maslahat bir oilani katta muammodan saqlab qolishi mumkin.